Thank you very much, Muavin Minister Silvers, bugun ziyoratimizni qabul qilganingizga ko'p rahmat. And my first question is Siz yaqinda Shimoliy Virginiyadagi Uyg'ur jamoati bilan ko'rishib keldingiz. Sizning ularga yetkazgan uchuringiz nima bo'ldi? There's a significant Uyghur diaspora community out. Virginiyadagi Fairfaxda nurg'unlagan Uyg'urlar bor ekan. Bu yerdan 45 minut mashina haydasila borg'ili bo'ldik. Bu qitim Uyg'ur Amerika Birlashmasi tarafidan taklif qilinib, Uyg'urlar bilan ko'rishishimning ahamiyati cho'ng bo'ldi. Hammani bakla ilhamlantirdi. Ular bilan ko'rishib, andishlarini o'z qulqim bilan angladim hamda Uyg'urlarni qo'g'dash uchun qilayotgan kunlik xizmatlarimiz ustida ular bilan o'rtoqlashdim. Men bu yerda Uyg'ur jamoatini qo'g'dash kerak va qo'g'dishimizga muhtoj degan uchurni yetkazdim. Uyg'urlarning hikoyalari so'zlanishi kerak. Chunki Xitoy Xalq Jamhuriyatidagi kuchlar ularning hikoyasini anglatishni xohlamaydi. Har xil usullar bilan ularning hikoyasini bostirdi. Tozalab yo'qotdi. Amerika Qo'shma Shtatlari buningga hargiz yo'l qo'ymaydi. Yes, and of course transnational repression is a very Davlat alqagan bostirish albatta Uyg'ur jamoatining beshiga kelgan zo'r ish. Ana vatan xavfsizligi ministrligi qandaq usullari bilan Uyg'urlarni Xitoyning davlat alqagan bostirishidan qo'g'dayotdi. Uyghur Americans from China's transnational repression. What we've seen more and more from autocratic regimes like China, but also Russia, Iran and others. Biz ana vatan xavfsizlik ministrligi buni Amerikaning qimmat qarshiga fikr va diniy erkinligimizga xiloflik qildigan masala deb qaraymiz. Shuning uchun avomni har xil yo'llar bilan davlat halqigan bostirishdan qo'g'dayapmiz. Masalan, o'tgan yil biz ojiz o'rindagi xalq omasi uchun tor bexatarligi programmasini yo'l qo'ydik. Uyg'ur jamoatiga o'xshash ojiz o'rindagi jamoat kelib, o'zlarini tor hujumlardan qanday saqlash, masalan, telefonga o'g'irlikchi kirib raqamli nazorat qilayotgan chet eldagi hukumatdan o'zini qanday qo'g'dash degan ishlar to'g'riliq, haqsiz maslahat ola oladi. Bu biz uchun bek muhim. Biz Xitoyga o'xshash diktator davlatlarning qonun ijro qilish tartibini qalayimqon foydalanib, o'xshamagan siyosiy ko'z qarashdagi kishilar kishilik huquq faoliyatlarini bostirish qilmishiga yo'l qo'ymaslik uchun xalqaro soqchi tashkilotiga ko'p tayinamiz. Biz xalqaro soqchi tashkilotining eng cho'ng saxovatchisi. Shunga ularga bu ishning bizning asosli vazifamiz ekanligini aniq deb turamiz. Bizning söyleshimiz bilan xalqaro soqchi tashkiloti nurg'unlagan yaxshi islohotlarni qildi. Lekin qilishga tegishli ishlar yanada nurg'un. So we have made clear that this is a very high priority for us. At our urging, Interpol has made some significant reforms, which is good to see, but more needs to be done. Yes. And you talked about the cyber security side protection that Uyghur Americans can go and seek help. Siz Amerika Uyg'urlarining yordam so'rasa va foydalansa bo'ladigan tor bexatarlik programmasi to'g'riliq so'zladingiz. Yaqinqi necha yildan buyon biz Xitoy xodimlarining Amerikadagi Uyg'urlarga tahdid solganligini va ularning yaqinlarini, oila a'zolarini qamoqqa olganligini bilamiz. Xitoy hukumatı albatta Xitoy shpionlarini emas, balki Uyg'ur shpionlarini Uyg'urga qarshi ishlatayotdi. Biz hozir yana mashhur Uyg'ur tashkilotlari va rahbarlariga qarshi ochiq oshkora hujumga uchrayotganligini ko'rib turibmiz. Bu jihatda ana vatan xavfsizlik ministrligi qanday qo'g'dash tadbirlarini olib beryapti. Uyghur leaders and the legitimate Uyghur organizations. So my question is, does Homeland Security do anything to protect them as well? If there are any individuals that are engaged in illegal transnational repression practices. Agar har qanday odam qonunsiz holda davlat halqigan bostirishga aralashgan bo'lsa, biz qo'limizdan kelishicha barliq qonun ijro qilish vositalarini ishlatib, ularni to'simiz va ojiz o'rindagi jamoatlarni qo'g'daymiz. Agar shatal hukumatining xodimi viza cheklamalarga qarshi shunday ishlarni qilsa, bu to'g'riliq tekshirish olib boramiz. Biz Federatsiya tekshirish idorasi, shtat va yerlik qonun ijrochilari bilan yaqindan moslashib, davlat halqigan bostirishga bevosita yoki vositali holda qatnashgan gumonchilar yoki vositachilarning hammasini birdek tekshirib, to'xtatib, qonun bo'yicha jazolaymiz. How can a Uyghur who is, for example, WhatsApp yoki signalda Xitoy xodimlaridan oilangdagilarni tutqun qildik. Sen tuvandiki biz degan ishlarni qilib berishing kerak degandek xatni topshirib olgan bir Uyg'ur uni xotirlab
Federatsiya tekshirish idorasi yoki ana vatan xavfsizlik ministrligiga qandaq avatib siz degandek qo'g'nishga erisha oladi. We have field offices around the country where community members can reach out and report that information. Dövlətnin hər qaysı yerlərində bizning naq meydan iş beceriş orunlarımız var. Uyğur cəmiyyəti şu işlərini bizə ən tez sürətdə doklad qılsa болады. Şundaqla bizmə ən tez sürətdə ularga yardım qılıb qoğdaya alaymiz. Hem təşkil edilmiş. Uyğurların vətənindəki ailə əzalarını işlətib, çət əldəki Uyğurlara təhdid sağan işlərin barlığını biliriz. Bəzi kişilər bunu görüge eləyiş deyə ataydı. Bu, nəhayət adamni çökçüdüdüğən insan qelipidən çıxan iş. Mən Amerikadakı yoki başqa dövlət, şəhərdəki Uyğurlar bilan görüşkən vaxtımda kişinin yürəkini əzgüdək hekayələrini anlayman. Çətəldə fəaliyyətçi ailə əzaları bolğanlığı səbəbindən vətəndəki ailə əzaları türmələrdə yatmaqda. Ular vətəndən ayrılışqa yol qoyulmaydı. Hökumətimiz Xitay hökumətiga kişilərning ailə əzaları bilan cəm bolışının mühimligi, şundaqla vətəndən ayrılış ixtiyarlığı bolishi haqida ochiq gap qilib keldi. Bu məsələyə biz davamlı əhəmiyyət veramiz. Our administration has been very direct with the Chinese government about the importance of allowing people to come together with their family and leave the country if they want to. This is going to continue to be an ongoing focus of ours. And regarding Uyghur forced labor Prevention Act, of course, DHS. Ana vatan xavfsizlik ministrligi Uyghur majburiy emgikining oldin olish qonunini yo'lga qo'yg'ili 2 yildak bo'ldi. Ham nurg'ulg'an Uyghur majburiy emgiki bilan yasalgan mallarni to'sib qoldi. Lekin biz yanla Uyghur rayonida ishlab chiqarilayotgan mallarni ko'ramiz. Masalan, agar siz mushu yerdagi Osiyo yoki Koreya do'konlariga kirsangiz, chilanlarning Uyghur rayonidan kelayotganligini ko'rsiz. Ba'zi chilanlar Bingtuanda ishlab chiqarilgan. Bingtuan bo'lsa davlat korxonalari bilan harbiy ishlar birlashgan o'rin. Amerika hukumatı tarafidan jazo cheklamasiga uchragan o'rin. Ana vatan xavfsizligi ministrligi Uyg'ur majbur emgagining oldin olish qonunini yurgizishda qandaq to'salg'ularga uchrayotdi. At this point, our enforcement of this landmark new law, the Uyghur Forced Labor Prevention Act, has been strong. Uyghur majburiy emgikining oldin olish qonunini ijro qilishimiz nihoyatda kuchli bo'lib keldi. Biz mushu qonun bilan 2 yildan oz vaqtda 2 milliard 600 million dollar qiymatidagi mallarni tutib oldik. Buning ichida pomidor, paxta, kiyim-kechak, kristallik kremini, alyumin, metallar, avtomobil zapchastlari, har xil dehqonchilik mahsulotlari qatorliq ko'plagan mallar bor. Bizning xizmatimiz texi oxirlashgani yo'q. Mal ta'minlash zanjirlari to'liq bor. Odatda mal ta'minlash zanjirining 6, 7, hatto 8 qatlami bor. Biz shularni tekshirib, orasidagi biror tarkib Uyghur rayonidan kelyotganda yo'q deganni aniqlaymiz. Ya'ni kelib, mal import qiluvchilar va to'g'ri yo'lda mangusi bor Amerika shirkatlari mallarning kelib chiqish manbasini bilmay qilinadi. Buning uchun bizning ko'p kuch chiqarishimizga to'g'ri keladi. Lekin shunisi aniqki, bizning bu qonunni ijro qilishimiz mal ta'minlash zanjiriga ta'sir yetkazadi. Mal ta'minlash zanjirini o'zgartiradi. Nurg'ulg'an shirkatlarning Uyghur rayoniga qadam bosmasligini, qayta o'ylashayotganligini yoki mal ta'minlash zanjiri to'rini ko'paytib, qadr tuvan ta'minlagichlar yutkilayotganligini ko'ryapmiz. Shirkatlar tunji qatim tegishli tirishchilik ko'rsatib, mahsulotlarga ishlatilayotgan ashyolarning na'dan kelayotganligini tekshiryapti. Shunday qilganda, bu mahsulotlar Amerikaga yo'lga chiqib bo'lguncha ularni to'salaydi. Bu burun ko'rilib bakmagan ish. Biz bu qonunni yo'l qo'ygan 2 yildan buyon ta'minlash zanjirida ilgari ko'rilmagan yaxshilish bo'lganligini ko'rdik. Biz yana nurg'ulg'an ishlarni qilishimiz lozim. Shak shubhisizki, ko'pchilik bizning o'zimizning ta'minlash zanjiri bilan tanishlik ekanligimizni, Uyg'ur majburiy emgakini ichiga olgan majburiy emgak mahsulotlarini qabul qilmaydiganligimizni aniq biladi. Another question I have is, of course, the Chinese government using a lot of Uyghurs to slave or forced labor. They're producing a lot of different products. Sizdan so'raydigan yana bir savolim, Xitoy hukumati albatta Uyg'ur majburiy emgakining ko'plab foydalanib, har xil mahsulotlarni yasayotdi. Ham Amerikaga eksport qilyotdi. Yaqinda Shandong o'lkasida Uyg'urlarning beliq tutishga silinayotganligi to'g'riliq nihoyatda yaxshi bir tekshirish elib berildi. Nurg'ulg'an beliqlar Amerikaga eksport qilingan. Uyg'ur majburiy emgakining oldin olish qonuni chiqqandan keyin Xitoy 3-chi bir davlat, masalan Vietnam, Bangladesh, Hindiston va Malayziya orqali o'zlarining mal ta'minlash zanjirini ko'p
yapqınlaştırdı. Ana vatan xavfsizlik ministerligi bu ahvolga qandaq taqobil turyotidu? To the US. So how is Homeland Security, Department of Homeland Security dealing with this situation? Some of the movement of supply chains is Mal təminləş zəncirdəki bəzi özgürlüklər qarşı elindi. Əgər şirkətlər Uyğur rayonundan çıxıb, rastçıl iş qıldığan və mal təminləş zənciri işlənçlikərək dövlətlərə ötkəlsə, məcburi əmgək məhsulotlarını eniqlaş asan bo'ldi. Həm bu bir qarşı elindiğan tərəqqiyat hesablandı. Ama bu yerde yüz beriyotgan yana bir iş shuki, mallar 3-chi bir davlatdan o'tkazildi. Hamda bu orqali malning kelish manbasi Amerikadan maxfiy tutildi. Biz uningga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Va buni hammadan muhim qaraymiz. Mallarning boshqa davlatlardan o'tkazilib, avatilganligini bilgan amon, buni aktivlik bilan tekshiramiz. Ular siz degan shu davlatlardan o'tkazilganlarni o'z ichiga oladi. Agar siz bizning oshkora sonliq ma'lumotimizga qarasangiz, tutilgan nurg'un mallar Xitoydan kelmayotdi. Ular boshqa davlatlardan bo'libmi Sharqiy Janubiy Osiyo ellaridan kelyapti. Biz buni dunyoning ko'rishi uchun oshkora e'lon qildik. I will note many of the shipments that are detained are actually not originating in China. Right. They're originating in other countries, a lot of them in Southeast Asia, but because there are illicit supply chain feeds into those. And so we are all over it from an enforcement perspective. And let's talk about the Chinese online retailers, Shein and Temu. Әмді Қытайның торда парча сатқычылары оған Shein və Temu toğırlıq sözі şeyli. Бұлар әр күні Америкаға 1 миллиондек посылғы әвәтіді. Алдыңғы жылы Bloomberg'ның мұқпыры Shein'din kim aldı və gen tədqiqatı arqılıq içideki paxtının Uyğur rayonundan kelganligini ispatlab chiqdi. Ana vatanning xavfsizlik ministerligi Uyg'ur majburiy emgikning oldin olish qonunini agib o'tib kelayotgan va Uyg'ur rayonida ishlangan mallarni Amerikaga davomli kirgizayotgan Shein va Temudak tor do'koni shirkatlarga qarshi qanday qarshi tadbir qo'llanayotdi? Well, let me be clear. Well, first, I'll just say I'm not going to address any particular company. We don't talk about Ben bu yerde bir narsani aniqlab qo'yay. Men ma'lum bir shirkat to'g'riliq gap qilmayman. Biz ma'lum shirkat yoki ma'lum tekshirishlar to'g'risida so'zlamaymiz. Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuni bu davlatga kirgizilayotgan har qanday qonun uchun kuchga ega. Tez moda import mollari va boshqa xildagi import mollarimi shuning ichida. Agar biz har qanday import molining majburiy emgakka chiqishlik to'g'riliq isbot deb olsak, yuqorgi qonun bo'yicha bir taraf qilamiz. Tushunimizki, uzundan buyon tamojna qonunidan mustasno tuvan o'tganlik kechirim shu andishining bir sababidir. Biz Amerika davlat majlisi bilan hamkorlashib bu masalani hal qilish usulini tepishimiz kerak. Tuvan o'tganlik kechirim bo'yicha kirgan qiymati $800 oz bo'lgan posilkalardan sonliq ma'lumot to'plash, oz bo'lg'achqa bu to'g'riliq tekshirish olib berish qiyin. Biz tamojdagi tuvan o'tganlik kechirim moddasining majburiy emgakni cheklash uchun chiqargan kuchimizni shundaqla fentanyl, saxta mollar, atkaz mollarning kirishini cheklaydigan qonunlarni ijro qilish tirishchiligimizni yo'q qilib o'tishdan bekaslaymiz. Bular biz yaqinda moslashayotgan ishlar bo'lib, ularni hal qilishning yo'llarini izlayapmiz. Bu ishlarga bizni ahamiyat beryapti deb o'ylasangiz bo'ladi. And the Chinese government has been accusing the US government of fabricating the Uyghur genocide. Xitoy hukumatı Uyghur erki qirg'inchiligi va Uyghur majburiy emgakini Amerika o'ydirib chiqdi deb ayblab keldi. Hamda uni 21-asrdagi yolg'onchilik deb atadi. Xitoy yana musulmon davlatlar va boshqa davlatlarga Amerika Xitoyning yuksalishini xohlamaydi, shunlashqa yolg'on hikoyalarni to'qiydi degandek so'z cho'chaklarni taqatdi. Siz buning qanday qaraysiz? Muslim countries are the countries, that's kind of hostile to the US. So what's your response to these accusations? Perpetrators of genocide and atrocities often lie and say that those things didn't happen. I come from a Jewish American. Irqiy qirg'inchilik va boshqa vahshiyliklarni qilguvchilar odatda yolg'on gap qiladi. Hamda bundaq ishlar bo'lmaydi deydi. Men Amerika Yahudi oilasidan kelgan. Men ojiz o'rindagi xalqni nishon qilgan irqiy qirg'inchilikning tarixini va kishilik huquq dafsanchiligini tushunaman. Men Amerikadagi Uyg'urlar bilan paranglashgan vaqtimda o'xshash tarixning qaytlanganligini ko'raman. Virginiyadagi faoliyatga qatnashganda men jazo lageriga solangan 3 Uyg'ur ayol bilan paranglashdim.
kishilik huquq dafsanchiligi, majburiy emgak va bir millatni yo'qotishga oid bundaq vaqalarni shu qadar jiq faktlarni inkor qilg'il bo'lmaydi. Amerika hukumatida ona vatan xavfsizligi ministrligida ishlayotgan bizlar buningga hargiz sukut qilib turmaymiz. And we in the United States government, we at the Department of Homeland Security will not keep silent on it. Thank you very much, Secretary of Office. Sizga ko'p rahmat. Rahmat.